ko'p o'quvchilar funksiya degan mavzuga juda qiynalishadi. Demak, yana bitta funksiyani siz bilan diqqat bilan ko'rib o'tamiz. Qarang. Demak, milliy sertifikatga tushgan savol namanganda tushgan ekan. Funksiya va boshlang'ich mavzuga taalluqli misol. Demak, berilgan fx funksiya kubli tenglamasi berilgan grafik mana shu holatda, jx ni demak funksiyasi berilgan mana shu grafik holatda, tenglamasi mana ko'rinishi taxminiy deyapti. Bu ham mana shu holatda. Shunday bo'lsa, a shart a plus b plus c ni p qo'shilgan q qo'shilgan d ga nisbatini toping degan ekan. Demak, funksiya grafikidan bilamizki, tenglamasini yasasa bo'ladi. Yozamiz fx teng funksiya grafigi ox o'qidan kesib o'tyapti. Kesib o'tsa, demak bu x ni o'zi bo'lgan, ya'ni ko'pincha ajralgan vaqtda x ni o'zi qatnashgan. Ikkinchisi va bu yoqdan funksiya mana shu holatda kelib x teng 2 ga urinib o'tyapti. Demak, bu x ayrilgan 2 ning kvadrati bo'lgan. Taxminan holati mana shunday bo'lgan. Endi mana bu yerda oldida son ham bo'ladi. Biz bu sonni qo'yib ko'rdik. Bu sonning ishorasi musbat ekanligini bildik. Sabab mana shu yerda a deb yozamiz va 0 2 oralida bitta 1 ni keltirib o'ziga qo'yganimizda, chunki birdan musbat qiymat oladi. Bu o'rta degani emas, balki mana chetda ham bo'lishi mumkin. Birdan musbat qiymat oladi. Biz uni tekshirib ko'rdik. Demak, mana shu holatda mana bu yerda 1 bor degan ma'noni beradi. fx funksiyani taxminiy grafigini topdik. Buni ochib chiqamiz. X ni o'zi x ning kvadrati ayrilgan 4x qo'shilgan 4 bo'ladi. Buni ochib chiqsak, x ning kubi ayrilgan 4x ning kvadrati qo'shilgan 4x qo'shilgan 0 bo'ladi. Demak, bundan bilamizki, agar fx funksiyaning tenglamasi mana shu bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda a, b, c koeffitsiyentlarni osongina topsa bo'ladi. A teng -4, b teng 4, c teng 0 ekan. Endi davom etamiz. jx u ham ko'paycha ajratganimizda ox demak kareta boshiga uringanligi uchun bu bizada x kvadrat bo'ladi, ko'paytirilgan. Va bu funksiya kelyapti-da x ni 2 da kesib o'tyapti. X ayrilgan 2 ni o'zi bo'lgan. Demak, mana bu yerdagi son 1 bo'lgan, sababi jx ni demak ochganda ham x kub bilan boshlanishi kerak. Demak, mana bu ham x kub bilan boshlanishi uchun buni oldidagi koeffitsient 1 bo'lishi kerak. Buni ochib chiqamiz. X ning kubi minus 2x kvadrat qo'shilgan 0 kara x qo'shilgan 0 deymizda-yu. Mana shu narsadan jx bilan 1 bilan tenglaymiz koeffitsiyentlarni. P teng -2, q teng 0 va d teng 0 degan qiymatdan olamiz. Keltirib a shartini topsak, a shart demak teng deymiz. A qo'shilgan b qo'shilgan c. Demak, -4 a ni o'rniga olyapmiz, b ni o'rniga 4 olyapmiz, c ni o'rniga 0 olyapmiz, p ni o'rniga -2 qo'shilgan 0 qo'shilgan 0. Suratning o'zi 0 ekanligidan a shartining javobi 0 chiqdi. Endi b shartga o'tamiz. B shartni demak bilamizki, boshlang'ich funksiyada, demak mana shu holatda kelsa grafik o'rtadagi yuzani topish uchun fx dan jx ayriladi va 0 2 orali qo'yiladi. B shart integral 0 2 fx ayrilgan jx dx deymiz. Buni teng deb yozamiz. Teng fx o'rniga bu ifodani keltirib qo'ysak, mana buni jx o'rniga buni keltirib qo'ysak, x ning kubi ayrilgan 4x ning kvadrati qo'shilgan 4x, bu fx ni berdi. Ayrilgan jx qilamiz. X ning kubi minus asli qildirib birdan ochamiz. Qo'shilgan 2x kvadrat bo'lyapti, dx bo'lyapti. Soddalashuvchilarni bir-bir bilan soddalashtiramiz. Integral 0 2 turibdi bu yerda. Demak, buni teng deb olsak, bu bilan bu ikkala soddalashadi. Integral 0 2 minus 2x kvadrat qo'shilgan 4x dx. Boshlang'ich olamiz. Bundan boshlang'ich. Xo'p, -2 taqsim 3 x ning kubi qo'shilgan bundan boshlang'ich 2x ning kvadrati 2 ga 0. 0 ni qo'ysak 0 ketadi, 2 ni qo'yishning o'zi yetarli. -16 taqsim 3 qo'shilgan 2 ni qo'ysak, 2 ning kvadrati bizga 4 beradi, 2 ga ko'paytirsak 8 bo'ladi. Hisoblasak, ko'paytiramiz 24, ayirsak 8 taqsim 3 degan javob chiqadi. B shartining javobi mana shu. Bu narsani qaytadan yana baribir ishlang. Chunki funksiya mavzusiga doir yaxshigina savol tushyapti. Bizni kuzatishda